Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Lamin Yamal Ispaniya chempionati rekordini o'rnatdi. Barselona Ispaniya chempionati 31-turida o'z maydonida Espanyolni 4-1 hisobida yengdi. Katalonlar vingeri Lamin Yamal o'yinni asosiy tarkibda boshlab, 1 gol urdi va 2 ta golli uzatma berdi. Bu o'yin Yamal uchun La Ligadagi 100-o'yini bo'ldi. U bu natijaga 18 yosh va 272 kunligida erishdi. Shu tariqa u Realning sobiq hujumchisi Raulning rekordini yangiladi. Raul o'z 100-o'yinini 19 yosh va 284 kunligida o'tkazgan edi. Bu marraga eng yosh erishgan 5 o'yinchi qatoriga shuningdek Iker Muniain 19 yosh 293 kun, Joseba Echeverría 20 yosh 177 kun va Boyan Kirkich 20 yosh 203 kun ham kiradi. Yamal kelajakda Messidek oltin to'plarni qo'lga kirita oladimi? Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Deku Cristiano Ronaldo haqida ochiq fikr bildirdi. Portugaliya milliy terma jamoasining sobiq futbolchisi Deku Saudiya Arabistonining An-Nasr klubi hujumchisi Cristiano Ronaldoning o'yin darajasi va uning professional yondashuvi haqida o'z fikrlarini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, Ronaldo kabi kuchli iroda va aqliy tayyorgarlikka ega sportchilar juda kam uchraydi. Deku bu haqda shunday dedi: "Bunday darajadagi mental kuchga ega bo'lgan futbolchi deyarli yo'q. Men uchun u o'zini doimiy ravishda rivojlantirishga to'liq berilib ketgan inson edi. Aynan shu xislat uni futbol tarixidagi eng buyuk o'yinchilardan biriga aylantirdi", deya uning so'zlarini Globo Esport'ga keltiradi. Ronaldo bu mavsumda ham yuqori samaradorlikni saqlab qolmoqda. U An-Nasr tarkibida barcha musobaqalarda 27 ta o'yinda maydonga tushib, 24 ta gol urishga va 4 ta golli pas berishga erishdi. Bu ko'rsatkichlar uning hanuzgacha yuqori sport formasida ekanini tasdiqlaydi. Avvalroq Deku Portugaliyada iqtidorli avlod yetishib chiqayotganini ta'kidlagan, biroq mamlakat futbolida Ronaldo darajasidagi, ya'ni Messiga qiyoslanadigan ikkinchi yulduz hali paydo bo'lmaganini ham qayd etgan edi. Futbol mutaxassislari esa Ronaldoning barqaror o'yini uning karyerasi oxiriga kelib ham global darajadagi ta'sirini saqlab qolayotganini alohida ta'kidlashmoqda. Sizningcha Portugaliya tarixida Ronaldodan daraja bo'yicha kuchli futbolchi bo'lganmi? Fikrlaringizni kommentga yozing. Pep Gvardiola chempionlik poygasi haqida keskin bayonot berdi. Angliya Premyer Ligasida chempionlik uchun kurash tobora qiziydi. Manchester City bosh murabbiyi Pep Gvardiola mavsumning hal qiluvchi bosqichiga kirilgani haqida ochiq va qat'iy fikr bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, jamoa uchun har bir o'yin endi final darajasiga chiqib ketgan. Ispaniyalik mutaxassis ochkolar yo'qotishga umuman o'rin qolmaganini ta'kidlab, futbolchilardan maksimal natija talab qildi. Umid qilamanki, biz ko'p ochko yegamiz. Hozirgi vaziyatda Premyer Ligada qolish va kurashni davom ettirish uchun har bir o'yinda faqat g'alaba qozonishimiz shart. Aks holda, oxirigacha intrigada qolish imkoni yo'qoladi. Har bir bahsda faqat zafar kerak, degan Gvardiola BBC orqali keltirilgan bayonotida. Hozirgi kunda Manchester City turnir jadvalida 2-o'rinni egallab turibdi va yetakchilik uchun asosiy da'vogarlar qatorida qolmoqda. Biroq raqobat shiddatli bo'lib, har bir yo'qotilgan ochko katta narxga tushmoqda. E'tiborli jihati, keyingi turda Cityni juda muhim sinov kutmoqda. Jamoa 12-aprel kuni Chelsiga qarshi maydonga chiqadi. Bu uchrashuv chempionlik poygasidagi taqdiriy bahslardan biri bo'lishi kutilmoqda. Futbol muxlislari uchun mavsumning eng qizg'in qismi endi boshlandi. City barqarorlikni saqlab qoladimi yoki bosim ostida qoqiladimi? Bu savollarga javob yaqin turlarda aniq bo'ladi. Arsenalning mag'lubiyati Manchester City uchun intrigani kuchaytirdi. Angliya Premyer Ligasining 32-turida turnir jadvalida peshqadam bo'lib turgan Arsenal o'z maydonida Bournemouthga 1-2 hisobida mag'lub bo'lib, muhim ochkolarni boy berdi. Bu natija chempionlik poygasidagi vaziyatni yanada qizdirib, Manchester City uchun imkoniyat eshigini ochdi. Endilikda Josep Gvardiola jamoasi Londonda Chelsiga qarshi o'yinda g'alaba qozonsa, ochkolar orasidagi farq seziladi. Darajada qisqarishi mumkin. Shu bois ushbu tur natijasi butun chempionat intrigasiga kuchli ta'sir o'tkazmoqda. Arsenal afsonasi Paul Merson esa Chelsea o'z maydonida Manchester Cityga qarshilik ko'rsatib, kanonlarga bilvosita yordam berishiga umid bildirdi. Balki Arsenal futbolchilarining o'ziga bo'lgan ishonchi biroz sinib qolgandir. Hozir vaziyat shundayki, agar City barcha o'yinlarni yutsa, ular ochkolar bo'yicha tenglashib olishi mumkin. Ustunlikni oshirish uchun ularda
Yana 2 uchrashuvdan iborat imkoniyat ham bor. Shuning uchun ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardagi gap-so'zlarga e'tibor bermaslik kerak, chunki hamma inqiroz haqida yozishni boshlaydi. Juda yomon natija bo'ldi. O'yin ham qoniqarli emas, energiya yetishmadi, Bornmutga bosim o'tkazish istagi ham sezilmadi. Bu yoqimsiz kecha bo'ldi. Endi umid nimada? Menimcha, City yakshanba kuni Chelsea-ni mag'lub eta olmasligi mumkin, dedi Merson Sky Sports efirida. Dubl qayd etgan Eldor Shomurodovning harakatlari qanday baholandi? Turkiya Superligasining 29-turi doirasida Istanbul Başakşehir Oz maydonida Gençler Birligi jamoasini ishonchli tarzda 3-0 hisobida mag'lub etdi. Uchrashuvning asosiy qahramonlaridan biri O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov bo'ldi. U bahs davomida 2 bor raqib darvozasini ishg'ol qilib, dubl muallifiga aylandi va jamoasining muhim g'alabasida hal qiluvchi rol o'ynadi. O'yindan keyin bir qator xalqaro statistik platformalar futbolchining harakatlarini yuqori baholadi. Fotmob uning o'yiniga 8 da 9 ball bergan bo'lsa, Sofastory platformasi 8 da 7 ball bilan baholadi. Shuningdek, Flashstory platformasi uni 8 da 6 ballga munosib ko'rdi. Ayni damda Eldor Shomurodov 18 ta gol bilan Superliga top urarlar reytingida 2-o'rinda bormoqda va mavsum oxirigacha kurashni davom ettirmoqda. Sizningcha Eldor Turkiyada top urar bo'la oladimi? Fikrlaringizni kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.